Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 2-iyun sanasi O'zbekiston bozorida dollar va rubl kurslarining olinishi va sotilishi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Unga ko'ra, bugun yurtimizda 100 dollar kursi olsangiz 1.273 ming, sotsangiz 1.267 ming so'mni tashkil etmoqda. Rossiya 1000 rubl kursi olsangiz 167 ming so'm, sotsangiz 152 ming so'mni tashkil etmoqda. Qadrli kuzatuvchilar, ushbu ma'lumotlar barcha viloyat bozorlaridagi nisbatlardan kelib chiqqan holda berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.